So'nggi kunlarda Qashqadaryo va Surxondaryo chegarasida Darband nazorat postida yuzaga kelgan tirbandliklar holati aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan to'liq ma'lumot olish uchun Surxondaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi axborot xizmati boshlig'i Elnur Abrayevga yuzlandik. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida joylashgan Darband muntazam yo'l patrul xizmati maskani atrofidagi vaziyat ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri talqin qilinib, keng muhokamalarga sabab bo'lyapti. Darband muntazam yo'l patrul xizmati maskanida ichki ishlar organlari xodimlari hamda hamkor xizmatlar yetarlicha barcha harakat ishtirokchilariga xizmat ko'rsatishga tayyor. Aslida esa Darband muntazam yo'l patrul xizmati maskani hududida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 316-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 342-sonli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida yuk avtotransport vositalarining o'qlariga tushayotgan og'irlikni o'lchovchi tarozi moslamalari o'rnatilgan bo'lib, ushbu jarayonlarda haydovchilar vazn parametrlari talablariga zid ravishda belgilangan me'yordan ortiq yuk ortganligi bois tarozilar nazoratidan o'tmaslik maqsadida avtotransport vositalarini yo'l chetida to'xtatib, sun'iy tirbandlik hosil qilgan. Ushbu jarayonlar viloyat mas'ullari tomonidan borib o'rganilib, haydovchilarga tushuntirish, targ'ibot ishlari amalga oshirilib, avtomobil yo'llarini saqlash va belgilangan qaror talablarini ijrosini ta'minlash maqsadida ularga O'zbekiston Respublikasi avtomobil yo'llarida yuk avtomashinalarining o'qlariga tushayotgan vazn parametrlari tushuntirilib, targ'ibot ishlari olib borilib, yuzaga kelgan vaziyat bartaraf etildi.